Assalomu alaykum. Hurmatli teletomoshabinlar, assalomu alaykum. Sport telekanalining muxlislari va albatta Omad Lotoning ashaddiy ishqibozlari. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Добрый вечер всем тем, кто смотрит нас в прямом эфире на телеканале «Спорт». Сегодня 24 марта 2018 года, и мы приветствуем вас на 389-м тираже лотереи «Амат Лото» игры 5 из 36. To'g'ri. Yana sizlar bilan shanba oqshomida to'g'ridan-to'g'ri efirda ko'rishib turganimizdan mamnunmiz va sizlarni Omad Lotoning 389-tirajini o'ynashga va tomosha qilishga ham taklif etamiz, hurmatli o'yinimiz ishtirokchilari. Пожелаем нашим участникам удачи и огромного везения, ведь не случайно наша лотерея называется «Амат Лото». Har biringizga omad. Hurmatli o'yinimiz ishtirokchilari, bugungi yutuqlar tirajli yutuq fondining birinchi kategoriyasi, ya'ni jackpot summasi 280 million 296 ming 225 so'mdan iborat. Balki bugun ham jackpot g'olibini aniqlarmiz. Представляем вашему вниманию призовой фонд по второй категории. 4 угаданных числа, 61 миллион 596 тысяч 450 сумм. А также по третьей категории за 3 угаданных числа сумма призового фонда 92 миллиона 394 тысячи 675 сумм. И, соответственно, в случае, если победителей в категории будет несколько, сумма призового фонда разделится поровну среди всех выигравших. To'g'ri yutuqli kombinatsiyalar bir nechta bo'lsa, har bir kategoriya bo'yicha fond ularga teng taqsimlanadi. Buni bilasiz albatta. Hurmatli o'yinimiz ishtirokchilari, endi esa sizlarni bugungi o'yinimizni kuzatib boruvchi hay'at a'zolari bilan tanishtirib o'tamiz. Hay'at raisi Turdubayev Hikmatullo Hamzayevich Xalq banki markaziy apparatida bo'lim boshlig'i. Еще один член комиссии Садулаев Лазижден Бахридин Углы, главный специалист кибрайского филиала Народного банка. Yana bir hay'at a'zosi Jo'rayev Yoqubjon Farhod o'g'li Xalq banki Qibray filialida bosh mutaxassis. В сегодняшнем тираже, дорогие друзья, принимают участие 63 780 билетов, содержащие 228 135 комбинаций. Va men esa ro'yxatdan o'tgan o'yin biletlari qayd etilgan mana shu diskni hay'at raisiga taqdim etaman, marhamat. Мы передаем председателю комиссии диск, на который записаны все билеты, участвующие в сегодняшнем розыгрыше. Va biz odatdagidek Lototron oldidan o'rnimizni egalladik. Hurmatli o'yinimiz ishtirokchilari, mana bugun qizg'ish rangdagi sharlardan foydalanyapmiz. Va e'tibor bering, 1 dan to 36 gacha bo'lgan har bir shar mana shu Lototronda mavjud. Biz buni tasdiqlaymiz, siz ham guvohi bo'lishingiz mumkin, marhamat. Мы напоминаем вам, дорогие друзья, что наш Лототрон содержит пронумерованные шары от 1 до 36. Сегодня в игре оранжевые шары. Va sizlarni ko'p kutilmagan holda bugungi o'yinimizni boshlaymiz. Hurmatli o'yinimiz ishtirokchilari, diqqat bilan kuzating. Ketdik. Мы начинаем игру. Будьте внимательны, дорогие друзья. Har biringizga omad, hurmatli o'yinda ishtirok etayotganlar. Birinchi sharimiz 16. Итак, дорогие друзья, первый шар под номером 16. С замиранием сердца мы ждем второго шара. Ikkinchi sharimiz 4. Второй шар под номером 4. Внимательно проверяйте свои билеты. Uchinchi sharimiz 28. Третий шар под номером 28. Dastlabki g'oliblarimizni tabriklaymiz. 3-kategoriya bo'yicha. Мы поздравляем по третьей категории наших участников. 4-chi raqam 15. Четвертый шар под номером 15. Ikkinchi kategoriya bo'yicha ham g'oliblarimizni muborakbod etamiz. Определился победитель по второй категории. So'nggi jackpotni aniqlab beruvchi sharimiz 11. И, наконец, последний, пятый шар под номером 11. Keling, yana bir bor eslatib o'tamiz mana shu 5 ta sharni. 16, 4, 28, 15 va 11. Итак, мы повторяем все выпавшие сегодня шары. Итак, первый шар 16, далее 4, 28, 15 и 11. Aynan damda Xalq banki markaziy axborot tizimida ma'lumotlar aniqlanmoqda.
Ну а пока у нас есть небольшое объявление для наших телезрителей. Итак, дорогие любители лотереи Амат Лото, хотим вас уведомить о том, что 31 марта 2018 года, время проведения очередного 390-го тиража лотереи Амат Лото, игры 5 из 36, в связи с трансляцией футбольного матча в прямом эфире, переносится по времени с 19:30 на 18:50 и будет транслироваться на телеканале «Спорт» во время перерыва между футбольными матчами. Hurmatli o'yinimiz ishtirokchilari, sodda qilib aytganda, keyingi tiraj, ya'ni 390-tiraj 18:50 da boshlanadi, shanba oqshomida, ya'ni futbol o'yinining tanaffus paytida boshlanadi. Albatta esingizda qoladi degan umiddamiz va har doimgidek siz barcha ma'lumotlarni internetdagi www.omadloto.uz saytidan yoki Toshkent shahridagi 205-55 raqamga qo'ng'iroq qilgan holda bilib olishingiz mumkin. Ну а пока мы читали наше объявление, уже определились результаты. Bu safar test aniqlandi natijalar. Мы с нетерпением ждем наших победителей. Aniki 3 safarga an'analar davom etarmikan? Hurmatli o'yinimiz ishtirokchilari, sizlarni ko'p kuttirmagan holda 3-kategoriyadan boshlab natijalarni e'lon qilamiz. 3-kategoriya bo'yicha 3020 ta kombinatsiya yutuqli deb topilgan va ularning har biri 30.594 so'mdan pul yutug'iga ega bo'lishdi. По второй категории количество выигрышных комбинаций 108. Сумма выигрыша на одну комбинацию составила 570 338 сумм. Birinchi kategoriya bo'yicha esa, hurmatli o'yinimiz ishtirokchilari, bu safardan beri g'oliblar aniqlanyapti. Bu safar, к сожалению, сегодня джекпот никто не выиграл, а это значит, что на следующий тираж сумма джекпота выросла, и будет она составлять 468 507 600 сумм. hurmatli o'yinimiz ishtirokchilari, keyingi tirajning jekpoti 468 507 600 so'mdan iborat. Endi esa biz hay'at raisiga yuzlanamiz. Marhamat, bugungi o'yinimiz bo'yicha e'tirozlar bormi, yo'qmi? E'tirozlar yo'q. E'tirozlar yo'q, rahmat. Va yana bir bor eslatib o'tamiz, hurmatli o'yinimiz ishtirokchilari, keyingi shanbada 19:30 da emas, balki 18:50 da to'g'ridan-to'g'ri efirda Omad Lotoni kuzatib boring. Итак, дорогие друзья, мы еще раз напоминаем, что следующий тираж лотереи Амат Лото выйдет в прямом эфире в 18:50 на нашем телеканале, на телеканале «Спорт» в перерыве между футбольными матчами. Va o'z omadingizga ishoning deb qolamiz. O'ynang, omadingiz kelsa, boshqa baxtli yurtdoshlarimiz kabi siz ham yaxshi mablag' ega bo'lishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Итак, мы прощаемся с вами. Всего вам самого доброго. Играйте в лотерею Амат Лото и обязательно выигрывайте. Испытывайте свою удачу. До встречи.